Do'stlar, mana shu masjid Rus o'lkasida ilk bor birinchi qurilgan masjid hisoblanadi. 922-yili Rus o'lkasiga birinchi bor islom dini kirib keladi. Va birinchi bor masjid quriladi. Mana shu masjid Rus o'lkasidagi birinchi masjid hisoblanadi. Vaqtlar o'tadi. Vaqtlar o'tgandan keyin Mo'g'ullar bu yerlarga bostirib keladi. Bu masjidlar buziladi. Buzilgandan keyin bularni fundament toshlari, ya'ni masjiddagi toshlar yoki bo'lmasa mana bu 14-asrga mansub qabr toshlari olinib, ruslarni o'zlarini xristian dini rivojlangandan keyin mana bunday xristianlarni ibodatxonalari, ya'ni cherkovlarni qurishadi. Eng achinarlisi mana shu cherkovning fundamentiga Qur'on oyatlari yozilgan toshlar bilan qurishadi. Mana qarang, mana shu joyda buni oqlab tashlabdi, ya'ni bo'yab tashlashibdi. Agar sizga ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu Qur'on oyatlari, so'zlarini ko'ryapsizlarmi? Hattoki bu yerda mana Alloh so'zlari ham bor. Muhammad alayhisalomning ismlari bor. Bunisi ham shunaqa Qur'on oyatlari yozilgan toshlar bilan mana shu cherkovni ular qurishgan. Lekin bu ham hozirgi kunda tarixiy obida sifatida himoya qilinadi. Bu insoniyat bashariyat uchun bir ibrat bo'lib qoladi xolos. Biz ozgina kech qolibmiz. Mana soat hozir bu yerda 6 bo'ldi. 6 dan keyin muzeylar bekilib qolar ekan. Haligi sizlarga aytib o'tgan dunyodagi eng katta Qur'on kitobini sizlarga ko'rsatmayman, lekin bu yerlarda birinchi qurilgan masjidni sizlarga ko'rsataman. Bu masjidni qurilishiga sabab 922-yili Bag'doddan bu yerga elchilar keladi. Elchilar kelib mana shu yerdagi xalq bilan sulh tuzadi. Ya'ni bular islom dinini qabul qiladi. Ularni islom dinini qabul qilishga sabab Bag'doddan kelgan musulmonlar kuchli bo'ladi. Kuchli xalq bo'ladi va ularga chiroyli muomala qiladi. Shuning uchun islom dinini qabul qilishga majbur bo'ladi. Bu mesniy aholi sultonliklari esa bularni doim ezib, bularni talon-taroj qilib yurgani uchun musulmonlarni ko'radi, ularni ustidagi terdan tikilgan kiyimlari, hattoki bu mesniy xalqlarda oyoq kiyimlari ham bo'lmagan. Musulmonlar oyog'ida terdan kiyilgan oyoq kiyimlarni ko'rib, bular ajoyib xalq ekan, bular juda kuchli xalq ekan, bular ancha rivojlangan xalq ekan deb bular bilan do'stlashishadi. Do'stlashib va mana shu sabab bo'ladi bularni islom dinini qabul qilishiga. Xullas, bu yerning tarixi juda qiziq. Vaqtlar kelib Chingizxon, Mo'g'ullar bu yerlarni bosib oladi. Mo'g'ullar kelib bu yerlardagi xalqni ashaddiy tarzda o'ldiradi. Tiriklarini yoqib tashlashadi. Undan keyin Amur Temur keladi. Amur Temur kelib bu yerlarni yana ozod qiladi. Ozod qilgandan keyin xristian dinlari yana kuchayadi. Kuchaygandan keyin bu yerdagi mana bu ko'ryapsizlar. Minorani mana shu birinchi rus xalqi yerlarida qurilgan birinchi masjid hisoblanadi do'stlar. Bu binoning ichida biz hali aytib o'tgan eng katta dunyodagi Qur'on kitobi bor. Ginneslar kitobiga kirgan 800 kilolik, 120 kilo tilla yuritilgan bosma kitob bor. Mana endi sizlar bilan mana shu masjidning ichiga kiramiz. Bu masjidning ichidagi ustunlarga e'tibor bering. Endi ana shu qazilmalar, arxeologlarning chizmalariga asosan mana shu ustunlarni shu yerlarga qo'yib qo'yishgan. Eng achinarli yana bir narsa bor. Mana bu o'rtadagi tosh ana shu masjidning asl toshlaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'p tushunmagan odamlar bu Rossiyadagi Makka va Madinani ikkinchi ko'rinishi deb turib, mana shu toshni atrofida xuddi Ka'ba toshida aylangan singari ayollar, asosan yosh katta ayollar, tushunmaganlar shu toshning atrofida aylanishadi. Hattoki qo'llarini qo'yishib silashib, mana past tomonlarni ko'ryapsizlar. Mana silliq bo'lib ketgan. Mana shu toshlarda
Ka'ba-i Mukarramani atrofida aylangan singari toshni atrofida aylanishadi. Lekin islom yetakchi odamlari bu narsalardan hozir qaytargan bo'ladi ko'pchiligini. Biz sizlar bilan Rossiyadagi birinchi qurilgan masjidni ichida turibmiz do'stlar. Bu esa azon aytish uchun qurilgan minora. Endi bu yerda siz aytishingiz mumkin, nima uchun mana shu joyda islom dini tarqaldi? Nima uchun ular bu yerni tanladi? Chunki buni sababi mana shu joyda yonida katta Volga daryosi o'tgan. Volga daryosi Yevropadagi eng uzun daryolardan biri hisoblanadi. Ya'ni uning uzunligi 3200 kilometrdan ortiqroq. Oldingi davrlarda insonlar, savdogarlar asosiy yo'llari dengiz yo'llari bo'lgan. Quruqlikda esa ot bilan harakatlanishgan. Asosan ular uzoq yo'llarga kemalar bilan safarga chiqqani uchun mana shu Volga daryosining bo'yida, mana shu joyda juda katta shahar bo'lgan. Keyinchalik Xitoy, Yevropa, O'rta Osiyo xalqlari mana shu joyga savdo uchun kelib, shu shaharlarda o'zlarini savdolarini qilib qaytib ketishgan. Mana hozir biz sizlar bilan mana shu joydagi mavzoley, ya'ni bu yer qabrlar desak ham bo'ladi. Shu yerlarni sizlar bilan ham hozir tomosha qilamiz. Mana bu yerda bekitib qo'ygan, bu yerda asosan ma'lumotlar o'qishingiz mumkin ekran bilan. Lekin hozir bu muzey bekilganligi uchun ularni yopib qo'ygan. Shunaqa do'stlar, mana shu joyga endi o'zimning roligimni yakunlayman. Albatta yoqqan bo'lsa like, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.